Bugun CSS'dan 3-darsimizni ko'rib o'tamiz. Bugungi darsimiz har doimgidan farqli bo'ladi. Bugun faqat nazariya gapirib beraman va o'zlariz ko'proq self study o'zlariz o'rganishga, izlanishga harakat qilishlaringizni so'rayman. Hop, o'tgan dars selektorlarni ko'rib chiqqandik. Bugun kengaytirilgan selektorlar. Xo'p, demak, agar div degan element bo'lsa, HTMLda uni target qilish uchun, CSSga chaqirish uchun div deb shunchaki yozib stil bersak bo'lardi. Lekin divni ichidagi p ni chaqirmoqchi bo'lsak, div probel p deb yozamiz. Shunda divni ichidagi barcha p larni target qilgan bo'lamiz. Bu birinchisi edi. Mana pastda ham yozib qo'yganman. Bu dokumentatsiyani yuklab qo'yaman. Video pastda bo'ladi. O'zlaringiz ko'rib olishlaringiz mumkin. Bundan keyingisi to'g'ridan to'g'ri avlod. Bu nima ish qiladi? Demak, ul katta kichik belgisi li turibdi. Bunda ulni ichidagi birinchi avlodlilarga ta'sir qiladi. Ya'niki ulni ichidagi birinchi avlodlilar agar lini ichida yana ullilar bo'lsa, ularga ta'sir qilmaydi yoki uni ichida boshqa narsalar bo'lsa, ta'sir qilmaydi. Ulni ichidagi birinchi avlodlilarga ta'sir qiladi. Hop, undan keyingisi ardosh selektorlar. Plus. Plus degani h1 plus p. Bu degani h1dan keyingi birinchi p. Har qanday h1dan keyingi birinchi p ga ta'sir qiladi. H1dan keyingi p ga ta'sir qiladi. Hop, bunisi endi umumiy qardoshlik bir ota ostida barcha keyingi bir xil elementlarga ta'sir qilish. Demak, h1dan keyingi barcha p larga ta'sir qiladi. Bir ota ostidagi, demak, hammasi bitta kart yoki div degan element ichida bo'lishi kerak. H1dan keyingi barcha p'lar. Bunisi H1dan keyingi birinchi p edi. Bu H1dan keyingi barcha p'lar. Endi psevdo klasslari. Psevdo klasslari bu hover va focus aktiv ham bo'lishi kerak edi. Hozir bu yoqda qoldirib ketibmiz. Demak, hover bu a element 2 nuqta hover. Demak, a element ustiga mishga borgandagi holati bu hover deyiladi. Demak, mishga a ustiga borganda hover bo'lganda uni rangi qizilga aylansin. Buni ixtiyoriy elementga bersak bo'ladi. Deylik, mana h1 rangi o'zi qora turibdi. H1 2 nuqta hover color red desam, h1 ning ustiga mishga borganda hover bo'lganda rangi qizil bo'ladi. Fokus fokus asosan inputlarga ishlatiladi. Inputlarni ichiga kursorni borib bosib yozish boshlanganida, demak, bu inputlar o'zgarishlar kiritsak bo'ladi. Demak, input focus. Demak, inputning ichiga mishga bosilganda fokus holati deyiladi va uni o'zgarishlarini qilishimiz mumkin. Xo'sh, endi bu n'inchi farzand elementiga ta'sir qiladi degani. Xo'sh, bu yoqda ul turibdi. Ulning ichida 10 ta lisi bor. Deylik, ulning ichida 10 ta lisi bor. Aynan ikkinchi liga ta'sir qilish mana shunaqa yoziladi. Demak, in the child 2 deb yoziladi. Agar 5-chi liga ta'sir qilish kerak bo'lsa, 5-chi. Prosta li desa 10 talasi ham yashil bo'lib ketadi. Aynan ikkinchi lini yashil qilish, demak, shunaqa bo'ladi. Birinchi farzand va oxirgi farzand. Hammasini mana bilan qilsak bo'ladi. Bir va oxirgisini yozsak ham bo'ladi. Lekin biz oxirgisi nechtaligini bilmasak, prosta last child desak, oxirgi farzandga ta'sir qiladi. First child desak, demak, birinchi farzandga ta'sir qiladi. Lining ichidagi lilarning, demak, birinchisi, lilarning oxirgisi. Hop, psevdo klasslari edi. Endi psevdo elementlari. Before va after. P before. Bu degani, demak, before keyingi, after oldinga. Agar adashmayotgan bo'lsam, ingliz tilida adashmayotgan bo'lsam, demak, before keyingi, after oldinga. P dan oldinga content qo'yish yoki P dan keyingi content. Mabodo joyini o'zgartirib qo'ygan, almashtirgan bo'lishi mumkin.
Ingliz tilini zo'r bilmayman. Demak, before, after. After keyingi, before oldingi. Manimcha. Demak, content qo'shadi. Buni ham ishlatib ko'rasizlar. Pdan oldinga content qo'shadi, pdan keyinga content qo'shadi. Endi bu mana o'zi pastda yozib qo'ygan dokumentatsiyani yaxshilab o'rganib chiqasizlar. Ikki nuqta bilan yana berilgan letterlar. Faqat matnning birinchi harfiga demak uslub berish. Faqat matnning birinchi harfiga uslub berish. O'lchamini katta qilish, rangini qizil qilish. Faqat birinchi qatorga uslub berish. Demak, yozilgan 4 qator pi bor va o'shani birinchi qatoriga uslub berish, rangini o'zgartirish, qalin qilish, boshqa qilish shu bilan ishlatiladi. Atribut bo'yicha selektor target qilish, input va type tekstga teng bo'lgan inputlarni target qiladi endi. Type password bo'lishi mumkin, email bo'lishi mumkin, lekin bu yoqda faqat inputlarni type text bo'lganlarini target qilib, mana o'zgartirish, style berish. Endi bunda yozib qo'yibdi. Xo'sh, href HTTP bilan boshlangan qiymatli hreflarni target qilib, ularga demak ta'sir o'tkazish. Bu yerda yana qo'shimcha berib qo'ygan. Tenglik oldidan mana bunaqa belgi bo'lsa bilan boshlanadi. Agar dollar belgisi bo'lsa bilan tugaydi. Mana bunaqa bo'lsa ichida. Bu yulduzcha bo'lishi kerak edi. Yulduzcha uchib qolibdi. Yulduzchani bor deb tasavvur qilasizlar. Yozib qo'ydik. Mana. Demak, yulduzcha bo'lsa mana. Href yulduzcha login. Ichida login so'zi bo'lgan hreflarni qiymatining ichida login bo'lganlarni targib qilish. Hop, endi bu yoqda what attribute mana div ichida demak crc degan source degan attributi bo'lgan divlarni target qilib css ga stil berish. Endi bir vaqtning o'zida bir necha elementlarga ta'sir o'tkazish, CSS ga chaqirib, ularga stil berish. H1 vergul H2 vergul P. Demak, uchalasini ham bir vaqtda bir xil stil bermoqchi bo'lsak, vergul bilan qo'ysak bo'ladi. H1 ga, H2 ga, P ga bir xil stil beriladi. Oxirida bonus important. Important bu agar P'ga man color red deganimda red ishlamasa, nimadir sababga ko'ra ishlamasa, important degan davomidan yozuv qo'shishim mumkin. Bu ya'niki o'sha narsaga majburlash. Agar ishlamay qolganida majburlash. Ustuvorligini oshiradi va majburlab, demak, qizil qilib qo'yadi. Va bu yoqda universal selektor hech qanaqa tag nomi, klass nomi, ID nomi yozmasdan shunchaki yulduzcha bilan qilinsa, bu degani HTMLdagi barcha elementga ta'sir ko'rsatish bir vaqtning o'zida yulduzcha bilan barcha elementni margin, padding, box sizinglarni 0 qilib qo'yish mumkin ekan. Hop, bu yoqda yana o'sha narsalar ko'rsatilgan. Hop, mana hozir sizlarga vazifasi bor. Bu darsimizning vazifasi bor va o'sha vazifani ko'rsatib o'taman. Vazifa. Hop, CSS 3-vazifa. Vazifa bu dokumentatsiya pastida vazifa bor. Buni yuklab olib yoki ko'rishlaringiz mumkin. Birinchida button ozgina xato bo'ldi. Button tagiga yozing va hover bo'lganda orqa foni qizil, yozuv rangi esa oq rangga o'zgarsin. Demak, mana 6 ta shart berilgan, oxirida zip qilib dokumentatsiyani o'qib yuklang deganman. Demak, 6 ta shartlarni bajarib, o'zlaringiz o'qib, dokumentatsiyadan yaxshilab foydalaning. Demak, darsimiz shu joyda tugaydi. Hammaga rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha